hozir 1 minut aka. Alo. Alo aka. Assalomu alaykum. Ha, uyda remont qilish kerak edi-da. Qilamiz. Aka, iloji bo'lsa rasmini tashlab yuborsangiz, biz variant tashlab beramiz. Yoqqanini tanlasangiz, hisob-kitobini chiqazib beramiz. Qanaqa rasm? Kelib o'lchab ketamisizlarmi? Sizlar zo'r ketisizlar, qondilang to'yib qopti sizlarda. Aka, Kelib o'lchab ketsangiz qigizdiraman, bo'lmasa yo'q. bo'ldi. Boramiz, qilib beramiz. Ha, bo'pti. Alo aka, remont ish bor edi. Bo'ldi aka, arzon qilib cho'tka qilib qo'yib beramiz. Ha, bo'ldi, hozir men sizga lokatsiya tashlab yuboraman hozir. Ha, xo'p. Yo'q, qayerdan oling buncha narxi? Aka, eng minimum narxi qilib beryapmiz sizga. Boshqa ustiga qigizaman, bu kerak emas. Aka, o'zi hamma material rasxodlarini hisoblab sizga aytamiz. Bor, bo'ldi. Kerak emas, boshqa ustiga topaman. Aka, 2 kunda ishga tushamiz. Bir haftada bitirib beramiz, xudo xohlasa. Aniq shu narxga bo'ladimi? Aka, cho'tka qilib beraman shu narxga. Prosta oldini 50% berib qo'yishingiz kerak edi. Bo'ldi, puldan muammo yo'q, beraman. Faqat chiroyli qilib bersanglar bo'ldi. Bo'ldi unda aka, kelishdik.